Mana hozir biz bemorimizda yaralikali oldin Andijon viloyatida bemorda chap tomonlama jarohatlanishi deb chap tomonlama gemikal ektomiya qilib bemorga bir og'izli kolestoma qo'yilgan. Vaqt o'tishi bilan bemorda kolorektal anastomoz qo'yilgan. Va jarohat yana yara qaytalanganligi tufayli yo'g'onchayni qolgan qismini olib bir og'izli elastoma to'g'richa cho'ltog'ini hosil qilgan. Mana biz hozir stomani yopib, ingichka ichakdan rezervuar hosil qilib, ya'ni pouch hosil qilib tayyorladik va to'g'ri ichakni proktektomiya qildik. Endi pouch anal yoki rezervuar anal anastomoz qo'yish operatsiyasini bajaramiz. Bemor bizgacha 3 marta operatsiya bo'lib kelgan.